Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan biz Cherry Arizo 6 Pro ni to'liq informatsiyasi, to'lov turlarini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilishni tavsiya qilaman. Xo'p, bugun sizlar bilan biz Arizo 6 Pro ni full pozitsiyasi, ya'ni ko'p kishini qiziqtiradigan funksiyalari, ot kuchlari, hamma narsasini ko'rib chiqamiz. Bu Arizo 6 Pro ni Intelligence, ya'ni 3-pozitsiyasi bo'ladi. Misol uchun bu Arizo 6 Pro imizda 1.5 turbina, 147 ta ot kuchi bo'lib, motorlarni ham o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bunda 1.5 turbina va 147 ta ot kuchi bo'ladi. Benzin tanlamaydi, ya'ni 92 standart qo'ysanglar bo'ladi. Shahar ichida rasxoti o'rtacha 7 ta 8, ya'ni bu ikkita rejimligiga qarab, qaysi rejimda yurishingizga qarab rejimlari, Eco Sport rejimlari mavjud. Qo'shimcha tariqasida yana qo'shimcha funksiyalarni aytib o'tadigan bo'lsam, faralari ko'rib turganingizdek LED fara bo'ladi, oddiy galogen emas. Undan tashqari bu adaptivniy, ya'ni o'zimizning Jaydar tilida aqlli faralar desa bo'ladi. O'ng tomonga bursangiz o'ng tomonni, chap tomonga bursangiz chap tomonni yoritib beradi. Undan tashqari mashinamizda oldida Partronic, ya'ni sensorli datchik sensorlari mavjud. Bu nima vazifani bajaradi? Misol tariqasida siz o'tib turganingizda to'siq parkovka qilishingizda oldida yoki orqada to'siq bo'ladigan bo'lsa, mashina avtomatik sizga signal beradi, ya'ni ehtiyot bo'l ishorasini beradi. Undan tashqari mashinada 360 kameralar ham mavjud. Bu ham parkovka qilishlarda, kichkina yo'llarda ancha qulayliklarni keltirib chiqaradi. Mashinaning ichki salon qismiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizda birinchi mashinaga kirishinglar bilan sizlarni jalb qiladigan narsa bu monitorlar. 13 dyumdagi bunda monitori va tablosi ko'rib turganingizdek. Monitorning o'zidan CarPlay orqali bemalol Yandex navigator telefoninglardagi bor prilojenelarni chiqarsanglar bo'ladi. Monitorga keladigan bo'lsak, bunda asosan necha kilometr yurgani, benzin rasxoti qancha qilib o'tganligi, mashinada qanaqadir texnik problemalar bor bo'lsa, hammasini shu monitorning o'zidan ko'rsanglar bo'ladi. Rullari esa elektronika bo'ladi, ya'ni boshqarishlarda gidrolikadan ancha yumshoqroq bo'ladi. Kojinli rul, aytishlar mumkin, qishda sovuq bo'ladi, koja yaxtay tortadi, ya'ni sovuq tortadi deb buni o'ylab qo'yilgan. O'zini rulda qizitish sistemasi bor. Bemalol qishlarda yoqib qo'ysanglar, rullari ham issiq bo'ladi. Multimedianing sistemasi bor, ya'ni monitorni boshqaradigan. Undan tashqari bu Intelligence pozitsiyasini shu tomoni qulay nima? Cruise control sistemi adaptivniy, ya'ni o'zini o'zi boshqaradigan sistemasi bor. Bunga nima sabab bo'ladi? Mana ko'rib turganingdek, kak lidar qism bo'ladi, palasani ushlaydi, mashinani oraliq distansiyalarni saqlab beradi. O'shanisi juda plus bo'ladi. Esingizdan chiqarmanglar, Cherry'ni deyarli hamma mashinasida bularni sovutishi zo'r, sababi klimat kontrol bo'ladi. Ko'rib turganingizda shu darajadagi konditsioner, ya'ni havo aylantiradigan deflektori bor. Mashinani ichida muzdekni ketasizlar, shu tomoni zo'r. Qishda ham ancha issiq bo'ladi. Nimaga? Aytganimdek, rul, birinchi qator ikkita sidina, orqa sidina hamda eng zo'ri oldi laboylarigacha bunda ertalablari chiqqaninglarda musqirib, qorni tozalash shart emas. Uyda turib shuni zavod qilib qo'yasizlar, o'zini avtomatik eritib yuboradi. Shu tomonlari ham zo'r. Bularda klimat kontrol односторонний, ya'ni bir tomonlamali bo'ladi. Undan tashqari mashinamizda simsiz zaryadni, ya'ni ko'p kishi беспроводный zaryadka deydi. Shunaqa funksiyasi bor. Elektronniy rushnoy, avtohold va skorsiga e'tibor bersanglar bo'ladi. Qanaqa ixcham chiqarilgan, bemalol Tiptronic ham boshqarsanglar bo'ladi, ya'ni mexanika, mashina qiynalmasligi uchun. Bu tomoni ham zo'r. Mashinada avtomatik dojdatch, yomg'ir yog'adigan sensorlari mavjud. Bunda suv yoki yomg'ir tushsa, avtomatik dvorniklar ishlab boshlaydi. Eng zo'ri nimada bilasizlarmi? Mashina ikkita rejimda yuradi, boya aytib o'tgandek, Eco va Sport rejimlari. Mashina palasani ushlaydi, 360 kamera, hamma yog'i bor. Undan tashqari mashinamizda obshivkalari koja, sidinalari ham koja, oddiy koja emas, Eco koja bo'ladi. Xo'p, bu mashinamizni ko'pchilik yoqadigan tomoni lyuki mavjud. Ko'rib turganingizdek, lyuklari ham ancha keng bo'ladi. Bemalol yozgi kunlari yoki yaxshi havolarda ochib qo'ysanglar bo'ladi. Yopib qo'ysanglar ham tako o'zida atmosferasi bor. Bemalol yoqib, lyukni yopib ketsanglar ham ancha chiroyli ko'rinadi. Shunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, mashinamizda qo'shimcha tariqasida gapirib o'tadigan bo'lsam, oynalari bunda Xo'p, ikki bosqichli bo'ladi. Ya'ni, misol yosh bola bo'lib, qo'lini qisib qolmaydi, 2 marta ko'tarilganda, 2 marta bosib ko'tarilganda avtomatik qaytadi. Shu tomonlari ham zo'r. Undan tashqari mashinamizda slippoy zona, ya'ni o'ng tomondan mashina o'tayotganda yoki chap tomondan o'tayotganda bemalol sizga ogohlantirish beradi. Shu tomonlari ham ancha yaxshi. Mashinani orqa saloniga keladigan bo'lsak ham, ko'rib turganingizdek ancha keng bo'ladi. Orqalarida o'zining cho'ntaklari bor. Undan tashqari deflektor, orqada havo aylanish sirkulyatsiyasi yaxshi.
Ya'ni yozlarda o'zingizlar bilasizlar, qanaqa suv bo'ladi, bemalol konditsioner aylantirib turadi, orqa podogreflari qishda ancha kerak bo'ladi, yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari mashinamiz biznes klass hisobida, podlokodniklari bor. Ya'ni 2 kishi o'tirganda bemalol buni ishlatib, podstаканы ishlatsanglar bo'ladi. Telefoninglarni zaryadga qo'ymoqchi bo'lsangiz, shuni zaryadniy portda kabel orqali zaryadlab ketsanglar bo'ladi. Shu tomonlari ham ancha qulay hisoblanadi bu mashinamizda. Mashinaning orqa dizaynini ozgina gapirib o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, faralari ancha bunda neobычный, ya'ni yangi restyling variantida, orqalarida patroniklari hamda bitta narsani aytish esimdan chiqibdi, mashinada metal qismi atsinkovniy bo'ladi. Ya'ni qishlarda zanglab yokida to'kilishi yo'q unaqa narsa. Bu narsani oldindan straxovka qilib qo'yilgan. Ya'ni qisqacha tushuntiradigan bo'lsam. Bagaj qismini ko'rib o'tadigan bo'lsak, bagaj qismi 475 litr bo'ladi. Ya'ni bemalol o'zingizlarda qancha narsani, misol yuk tariqasida olib yursanglar, bozorlik bu narsaga ancha keng joylari bo'ladi. Tagida albatta zapaskalari, domkrat, ключ znaklari komplekt bo'ladi. Ko'rib o'tganinglardek, mashinamiz qisqacha tushuntirdim. Xo'p, hozirgi kunda bu mashinamizning narxi 279 million 900 ming so'm. Agar sizlar rassrochka foizsiz qolmoqchi bo'lsanglar, rassrochkalarimiz ham bor. Minimalni 15% dan boshlanadi. Buni faqat muddati cheklangan. Hozir iyun oyi bo'ladigan bo'lsa, balki shu oy, balki-da keyingi oyga o'tish ehtimolligi bor. O'shaning uchun videoni ko'rishinglar bilan sirazi aloqaga chiqib, olmoqchi bo'lsanglar, tezda olganinglar ma'qul. Undan tashqari mashinamizda 25 million chegirmasi bor. Naqd ko'rinishda yoki 100% to'lov yoki oddiy avtokredit olsanglar. Agar bundan ko'proq ma'lumot olib, mashinani bron qilib haydab ko'ramiz desanglar, bizning nomerlarimizga telefon qilinglar yoki to'g'ridan to'g'ri Cherry Chilonzor avtosaloniga kelinglar, sizlarni kutamiz har kuni.